6-cı bab. Biz Xudo bilan birga xizmat qiluvchi sifatida Xudoning mehr shafqatining sizlarda bekor ketmasligini o'tinimiz. Chunki Xudo mundaq deydi. Vaqt soati kelganda sana quloq solaman. Qutquzish kunida sana shafoat qilaman. Sizlarga aytib qo'yayki, Xudoning vaqt soati degini hozirdir. Xudoning qutquzish kuni bugundir. Boshqalarning e'tiqodiga to'salg'i bo'ladigan ishlarni qilib, elchilik xizmatimizga dog' keltirmayotimiz. Balki hamma ishda Xudoning xizmatkori ekanligimizni ko'rsatib, har xil mushkullik, avorchilik va jafo mushaqqatlarga bardoshlik beryapmiz. Tayoq yedik, zindonda yotdik, to'polonchilarning parokandichiliklariga duch keldik, holimizdan ketgudek ishladik, uyqusiz qoldik va ocharchiliklarga uchirdik. Pokligimiz, aql farosatimiz, sabr toqatimiz, mehribonligimiz, samimiy muhabbatimiz va muqaddas ruhdan kelgan kuch bilan o'zimizning Xudoning xizmatkori ekanligimizni ko'rsatdik. Xudoning haqiqatini yetkizdik. Xudoning qudratining biz bilan birga ekanligini namoyon qildik. Haqqoniylikni o'zimizga qurol qilib, turli hujumlarga zarba berish bilan birga o'zimizni qo'g'didik. Hurmatga sazovar bo'ldik. Haqoratlarga uchradik. Ayibga buyurildik. Maqtashga muyassar bo'ldik. Kishilar bizni aldamchi dedi. Biroq biz durust kishilarmiz. Tonulmagan, arzimas kishilarda qaralsaqmi, lekin hammaga tonishmiz. Ölüm girdobida bo'lsaqmi, lekin yanila hayotmiz. Tayoq yegan bo'lsaqmi, o'ltirilmadik. Qayg'u alamda bo'lsaqmi, hamisha shod-xurammiz. Nomrod bo'lsaqmi, nurg'un kishilarni ruhiy jihatda boy qilyapmiz. Hech narsamiz yo'q bo'lsa-mu, hammaga egimiz. Ey Korintliklar, sizlarga ochiq oshkor so'zildik. Sizlarga bag'rimizni keng ochdik. Sizlardan muhabbatimizni oyimidik, lekin sizlar bizdan muhabbatinglarni oyitinglar. Men sizlarga o'z farzandlarimga aytgandek aytayki, keng qo'saq bo'lib, bizga xuddi biz sizlarga muomala qilgandek muomala qilinglar. E'tiqodsizlar bilan bir bo'yin turuqqa kirmanglar. Chunki haqqoniylik bilan haqqoniysizning o'tirsida qandoqmi o'rtoqlik bo'lsin. Yorug'lik bilan qorong'ulik qandoqmi chiqish olsin. Masih bilan shayton qandoqmi kelishalisin. E'tiqodchilar bilan e'tiqodsizlarning nima o'rtoqligi bo'lsin? Xudoning ibodatxonasi bilan butlar orasida qandoqmi birlik bo'lsin? Biz mangu hayot Xudoning ibodatxonasi. Xuddi Xudoning aytganidek, xalqim ichida turman, ularning orasida yuraman. Ularning xudosi bo'laman, ularmu mening xalqim bo'ladi. Shuning uchun Parvardigor mundaq deydi. E'tiqodsizlardan ayrilib, neri turinglar. Napok ishlarga yaqin yo'lamanglar. Shunda men sizlarni qabul qilaman.
hammaga qodir Parvardigor yana sizlarga ota bo'laman. Sizlarmu mening o'g'il qizlarim bo'lisizlar deydi.